Assalomu alaykum, Novoy akalar, charchamayapsizlarmi? Mana yana bitta apparatimiz chiqib ketyapti, klientga xudo xolasa. Akamlar Buxorodan kelishgan. Bular Buxorodan через Rossiyaga chiqarib yuborar ekan. Buxorodan chiqarib yuboramiz dedi. Asha akamiz olib ketishyapti, xolasa mana. Apparatlarimiz. Kimga mana shunday zarur bo'lsa, noyasi degan apparat. Aloqaga chiqaverasizlar akalar. Olasalar, kesalar, shu yerda narxlarni kelishgan holda qilib beramiz, chiroyli qilib. Shu bizning do'konimiz mana akalar. Novoy akalar, gazini bosamiz. Shu apparatlarimiz mana tayyorlari bor. Kim ishchiga qiynalganman, non yasashga qiynalyapman deydigan bo'lsa, aloqaga chiqsalar, mana shu stanoklarimiz bemalol bir kishining ishini qilaveradi. O'zbekiston bo'ylab yetkazamiz, olasalar kelishgan narxda shu joydan ham olib ketishlari mumkin. Bittaliklarimiz ham bor mana. Gazini bosamizmi, voy akalar?